Farzandingiz sog'lom, normal vaznda tug'ilishni xohlaysizmi? Unda hozirdanoq quyidagi foydali mahsulotlarni kundalik ratsioningizga qo'shishni boshlang. Ular nafaqat bolaning vazniga, balki uning sog'lom rivojlanishiga, miyasi, immuniteti hamda suyak tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yong'oq va urug'lar omega 3 va E vitamini manbai bola miyasi rivojlanishiga yordam beradi. Murakkab ko'katlar va sabzavotlar temir, folat va antioksidantlarga boy, homiladorlikda qon bosimini me'yorida ushlab turadi. Tuxum to'liq oqsil manbai, xolinning, ya'ni miya rivoji uchun zarur bo'lgan moddaning asosiy manbaidir. Tvorog va pishloq kalsiy va oqsilga boy, bola suyaklari, tishlari va yurak faoliyati uchun juda foydali. Baliq va baliq mahsulotlari omega kislotasi manbai, bu esa bolaning asab tizimi va ko'rish qobiliyatini mustahkamlaydi. Yog'siz mol go'shti va go'sht mahsulotlari temir, oqsil, B12 vitamini manbai. Bu esa bola va onaning qon aylanishini mustahkamlaydi, immunitetni ko'taradi. Go'zal homilador opa-singillarimiz, yuqoridagi mahsulotlarni haftalik menyu asosida muvozanatli ravishda iste'mol qiling. Sog'lom onalik sog'lom farzand garovidir.